Tak. Nima ekan bu? Qani, nima ekan mana? Mana butun binoni ko'rsatdim. Endi birgalikda nomini o'qiymiz. O'zbekiston Respublikasi Me'morchilik yodgorligi Nodir Devonbeki xonaqohi. Xonaqoh nima degani? Xonaqoh bu nima? Meni internetga olmang. Bo'pti, ovozingizni olaman, ayting. Xonaqoh bu o'sha paytda nimalar? Sufiy darvishlar, kambag'allar kelib namoz o'qib, yashab turgan va pul to'lamagan shu ketgan. Vau, agar biz o'tmishda bo'lganimizda mana shu joyda qolishimiz mumkin edi tekinga. Hozir biz kelajakdamiz, kelajak hozirgi zamondamiz, o'shancha anaqa. Pul to'lashimiz kerak, bu yerga kirmaymiz. Nima deb o'ylaysizlar? Men bu qayiqda suzish uchun bu hovuzni chuqurligi necha yuz metr. Va kimdir masjidga tushib o'lganmi cho'kib? Agar yosh bola bo'lmasa. Nelogichna-da? Nelogichna. Kichkina ham-da bu hovuz. O'zi bo'lsa bir 300-200 kvadrat metr bo'lishi mumkin. Мы завтра повидали. Зариси. Марафта. Шино. Скажи, как кто бы нам ikna? Qo'llarini so'kmanglar. Вот, nelogichna-da bu. Bunaqa qayiqda yurish. Deb o'zim hozir qayiqda suzayman chiqib. Sizgim kelyapti-da. Pikmi bo'lib mana. Вот, hozir ko'rsataman. Yolg'on bo'lib qolmasin. Ko'rganga yolg'on, ko'rmaganga chin. Вот, mana bu qayiq, to'g'rimi? Qayiq. Mana bu hovuz. Hovuzning kattaligini ko'ryapsizlar. Unaqa katta emas. 1 minutning ichida 2 marta yugurib chiqsa bo'ladi. Suvni chuqurligini Давайте gitlardan so'raymiz. Suv necha metr deyman. $50 $100 deydi. Kim aytadi? Oh no, bro, I don't have money deyman. Kim aytadi? Тогда пошел нахуй deydi. Kim aytadi? Okay, yeah, brother. Don't beat suka deyman. Kim anaqa deydi. Nabiralaringiz o'qib o'ynatib o'tirsanglar ham bo'ladi. Mayli. Menga bitta narsa qiziqda. Masalan, hozir o'rtoqlarim bilan ko'rishib qolsam, gaplashgan umumiy mavzularimiz bor-da, qanaqadir siyosat, din, ilm, film, san'at, fanat, marojnisam. Вот. Agar men qarib qo'yganimdan keyin o'rtoqlarim bilan ko'rishganda nima haqida gaplashishim mumkin? Вот. Nima haqida gaplashadi o'zi qariyalar bir-biri bilan? Mash asaldan ogim kelyapti lekin rostdan aytaymi? Doktor Honibi. Yo'q ekan, bo'lmasa olardim deymi? Anaqa bo'ladi-ku o'zi odamlarda. Va sal ulgurmabsam, bo'lmasa berardim deydi-ku. Menda ham hozir shunaqa. Yo'q ekan, men bitta hech kim bo'lmasa asalni olardim deyishim mumkin edi. Olmasdim, chunki o'zi kechami o'tgan kungina 90 mingga asal oldim. Yarim banka, taxminan 500 minglik. U asal haqiqatan zo'r ekan. Men 3 marta choy damlab ichdim. O'zini ham yeb ko'rdim. Foydali, mana kasal bo'lmayapman. Бог создал подобно себе человека. Поэтому из солнца, ну, люди как раз таки лица человека. А две
две птицы, это как раз-таки ангел. Даже человека назначать А. Правильно? И это ангел. Men juda ham agressiv bo'lib qoldim oxirgi kunlar. Boshqa agressivman. Me'morchilik yodgorligi Nodir Devonbegi madrasasi. Madrasa bu oldingi davrda odamlar ilm oladigan maskan. Bu joylardan madrasa sifatida foydalanishgan. Masjid emas, madrasa. Eslab qolinglar. Masjid bilan madrasaning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Mana bu yerda nima bo'lar ekan? Nimaga stol ko'p qo'yishibdi? Qornim ochdi, voyga xoladan borib kartoshka so'raymi? Uyatam yo'q. Yo'q, o'sha joymi bu? O'xshayapti ham, o'xshamayapti ham. Charchadim. Anaqa kerak edi menga o'zi. Esinglardami biz anaqa qidirib o'tgandik. Festivalni. Amaki. Soqolli amakilar yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa yaxshi bo'ladi, bo'lsa yomon bo'ladi. Uf, zerikdim. Bu yerda faqat anaqa bor ekan. Suvenir, hamma joy suvenir mana. Uf. Suvenir kerak emas-da menga pul kerak. Hammaga pul kerak. Mana bittaman. Necha qilsa bo'ladi, ha? Nima gap bu? Tarelkami? Shunaqa chiroyli tarelkalar qilishadi. Mana bu yerda rasm chizishadi. Вообще-то, agar rassom bo'lib tug'ilib qolsanglar, masjidga kelib, просто mana bunaqa naqshlarni chizib o'tirsanglar, pul ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda nima ekan? Oshxonasi. Buni qaranglar, mana bu narsalar skidkada ekan. Qaranglar. Tekin bo'lganda olardim mana. Boshqa safar. Вот. Mana bu yerda nima bor ekan? Qiziq tuyulyapti, magazinga o'xshayapti. Bu yerda ham odamlar tojikcha gaplashar ekan. Hamma tojikcha gaplashadi. Agar tojikchani bilganimda, men hamma narsani 3 barobar arzonga olishim mumkin edi. Yostular, vau! Mana bu chiroyli ekan. Hozir kirib ko'rsam, narsa olmasam, ushmasim ekan. Yo'q, mumkin emas deb rasmga olish mumkin emas ekan. Rasmga olish mumkin emas, kirganimdan nima foyda, to'g'rimi? Buncha hayot qiyin, voy gilam. Mana shunaqa gilamlarni butun umr rosa o'qiganman. Vau, ichida rosa ko'p gilam bor ekan. Katta bo'lsanglar, gilam do'st bo'linglar. Qanaqa gilam yasashni o'rganasizlar. Mafhumda. Xullas, bu yerga kirdim, va eng arzon gilam anaqa ekan. 30 dollar ekan. Undan ham arzoni. Bunaqa kichkina kursovchkasi 20 dollar ekan. Вот, hammaga shunaqa narx ekan, turistlarga sal qimmatroq. Men bu yostiqchalar 50 dollardan, tak. Men buni naqshlari boshqacha bo'lgani uchun 200 dollarga sotaman. Вот. Shunaqa, yana bu yerni o'zini kafenisi bor ekan, qaranglar, zo'rligini. Mana men turaman. Narxlari o'rtacha, unaqa baland emas. Limon choy 25 ming ekan, limon choy ichamiz. O'tirib, kelib gaplashib o'tirsanglar ham bo'ladi. Salat bor ekan. Boyagina mana shunaqa piyolada choy ichib ko'rmaganman, qo'ygan esinglardami?
hamma narsa amalga oshadi. Просто chin dildan xohlash kerak. Og'zim kuydi qaynoq ekan. Yagina bizni 9000 pulimiz bor edi va 5000 ga marojne yegandik. Esinglardami? Endi bizning pulimiz ko'p, qaranglar mana. Ko'p pulimiz bor. Mana. Ma suka. Вот. Endi buni aniq qilamiz, tejab ishlatamiz chunki mana bu atrofim juda chiroyli ekan. Pam 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 pam. Lekin вообще charchadim bor. Так. Anetta anaqa bor ekan-u, bankomat bor ekan-u. Вот tualet. Uri biz topdik. 5000 so'm ekan. Qimmat ekan. 5000 so'mga sip chiqamiz hozir. Mana tualetga ham kirib chiqdik. Zo'r. Nu, men o'ylayman, masalan, anaqa qilish kerak. O'zi, rahmat. Odamning organizmi hal qila olmaydi-da, qachon anaqa qilishi. Ya'ni bu bo'ladigan narsa-da, buni to'xtatib qo'yib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham tualetlarni tekin qilib qo'yish kerak. Ayollarni mesishniz keladi, ularga ham tekin qilib berish kerak. Qarachi. Xullas, men bunaqa mashinada sayr qilaman. Lalito dushmanlarim kuyib bo'linglar. Tekinga ketyapman. Boshqalarni tekinga chiqarishmaysa, faqat meni chiqarsangizda. Shunaqa. O'zan kastrukalardan, nimalardan narsa yasab, rosa trend bo'lib ketdi-yu, odamlar rasm qo'yishyapti. Biz o'sha joyga boramiz. Qani chodirlarni ko'rasizlar, o'sha yerga boramiz hozir. Mana labi havuz mana deydi. Labi havuzga kirib chiqdim, zo'r ekan. Men bu joyga ham kirdim. Pojarni ham bor ekan, mabodo kimnidir ko't kuysa o'chirishadi, to'g'rimi? Zo'r. Qani ketdik.